Assalomu alaykum hammaga, Tift oilasiga. Men ismim Karimova Salima. Men Tiftga kirib kelishim o'rtog'im orqali bo'lgan. O'rtog'im maslahat bergan, shu yerga kirdik. Keyin ijtimoiy tarmoqlardan qiziqib ko'rganman, qanaqa universitet ekan deb. Keyin ota-onamga aytganman, ota-onam qarshilik qilmagan bunga, ota-onam rozi bo'lgan. Boshida ikkilandim, chunki bu частный universitet, ko'pchilik meni aynitmoqchi bo'ldi, bu yerga topshirma, ertaga baribir oxiri yo'q deyishdi. Keyin ota-onam rozi bo'ldi, o'qishni davom ettirdim. Hozir o'qishga keldim, ko'p o'rtoqlar, do'stlar orttirdim o'qishim davomida. Boshida falla menga ozgina qiyin tuyuldi. Hammasi menga yordam berishdi. Hozir o'rganib qoldim, ancha oson tuyulyapti. Bilmagan narsalarimni o'rgatishdi menga. Ba'zan qiyinchiliklar bo'ldi, vaqtlar kam, darslar ko'p. Bunda menga do'stlarim, ustozlarim yordam berishdi va men mas'uliyatim, o'zimga bo'lgan mas'uliyatim yanada oshdi. Oldin dars qilib qo'yaman dedim, hozir bo'lsa darslarga o'z vaqtida kelib, o'z vaqtida darslarni qilishda davom etyapman. Kelajakdagi maqsadlarim aniq bo'ldi. Bu borada menga bilimlar, ko'nikmalar, hayotiy tajribalar berilmoqda. Buning uchun ustozlarga kattakon rahmat aytaman. Bizga guruhda 19 ta o'g'il bo'lib, 3 ta qizmiz. Shunga qaramasdan biz guruhda bitta oila bo'lib, bitta guruh bo'lib ishlashni o'rgandik, loyihalar ustida ishlaymiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, bu olgan bilimlarim, ko'nikmalarim kelajakda menga asl qotishini tushunib yetyapman o'qishim davomida. Kelajakda shu o'qishni o'qib bo'lganimdan so'ng magistraturada ham o'qish niyatim bor va ustoz bo'lib qolish niyatim ham bor. Tift universitetini hammaga tavsiya qilaman. Tift universiteti men uchun hozirda eng zo'ri.